Siz bilan birga muhokama olamiz, hurmatli vatandosh. Bugun Chislaq 2023-yil 4-oyning 1-kuni haftaga juma. Yuqorida Kurt Campbell apandimning bir so'rinda so'zlagan so'zini yoki muhokama so'rinda so'zlagan so'zini anglab o'tdik vatandoshim. Kurt Campbell Osiyo Tinch okean ishlari bo'yicha Oqsaroy bexatarlik komitetida amaldor. Yuqori darajalik amaldor. Hozir qaraganda yuqorqi leksiya 4 liniyalik kelyapti vatandoshim. Biz bu 4 liniyalik xabarda yoki leksiyada shuni his qildikki, soya tarafi, yana bu 4 liniyaning soya tarafi, taskay tarafidagi vaziyat. Men sizga so'zlayotgan Johnsonning vaziyati, Shitowning vaziyati, Lipingning vaziyati bir qism yoki bir xil ifoda, bir xil shakllik vaziyat bo'lsa, hozir Kurt Campbellning so'zlagan so'zlarining nutqining simvolli xarakteri tarafi yoki uning tashkil tarafidagi yetib kelayotgan Jungoning vaziyatining nima ekanligini ko'rib ola olasiz vatandosh. İntayin nazik bir paytda Kurt Campbell nima debdi, biz Jungo bilan taqobil turish funksiyasi qurib chiqishimiz kerak. Biz Jungo bilan ushur aloqa yo'llarini saqlab turishimiz kerak. Umid qilamiz, ham shundoq o'ylaymiz. Ushur aloqa yo'llarini saqlab turamiz. Uning ustiga bizning ikki davlatning armiyalari, masalan Jungoning armiyasi va Amerikaning armiyasi mayli dengizda, mayli havoda, shundoq bo'ldi araliqda, havoda yaqin araliq qoldirib mashg'ulot qilganlikdan har qanday tasodiflikni, har qanday tuyuqsizlikni kutish mumkin. Har qanday voqea yuz berishi mumkin. Shuni biz buni alohida vaziyat, alohida harakat yoki alohida kriz tarkibiga kirgizsak, Jungo bilan Amerika o'rtasida aloqa yo'llarini, uchur yo'llarini saqlab turishimiz lozim. Jungoliklar bunga ma'qul demayotdi yoki xohlamayotdi. Demak, siz shuningdek ko'rib olasizki, hozir Jungoning vaziyatining nima ekanligi Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatiga 5 qo'ldek ayon bo'ldi degan gap vatandoshim. Nima uchun Kurt Campbell tilga olibdiki, biz so'g'oq munosabatlar urushi davrida shunday qilgan edik. So'g'oq munosabatlar urushi davrida qilganimizdek, masalan, bu yerda ochiq aytsak, Rossiya sobiq Sovetlar ittifoqi ichida ichki jidal mojaroning qo'zg'almasligini kapolatga ega qildi Amerika. Yoki Rossiyada ichki urush portlab ketishning oldini oldi Amerika. Rossiya o'zgarish davriga kirdi. Har qanday ehtimollik, har qanday harakat ichida, ya'ni har qanday ehtimollik yuz berish tamoman mumkin edi. Masalan, Yeltsin Moskva tankining ustiga chiqib, nutq so'zlagandek. Masalan, shu vaqtda Yanayev, Katayev, Chapayevlarning hammasi siyosiy o'zgarish qilib, Kremlda, Moskvada Gorbachevni opirib Qrimda nazarband qilib, siyosiy o'zgarishni e'lon qilgan bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlari intayin jiddiylashdi. Shu vaqtdagi prezident George Bush W'ning dadasi George H.W. Amerika Qo'shma Shtatlarida prezident bo'lib turgan vaqtda. Ko'rib turing, men sizga bir hikoya so'zlab beraman. O'zim so'zlamoqchi bo'lgan narsani so'zlamayman, lekin sizga hikoya so'zlab beraman, bilib olsangiz bo'ldi. Men kitobni ko'rdingizmi mana? Sobiq Sovetlarning yemirilishi davrida o'z ko'zim bilan ko'rganlarim kitobning mavzusi. Sulyan Jeti Chilliji Xitoycha nashri. Shu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarining Moskva turishliq bosh elchisi Matlak qanday voqea yuz berdi vatandoshim? Qrimda Gorbachevni nazarband qildi. 91-yil 8-oyning 19-kuni. Qil ustida voqea.
Yanayıp, çapayıpla siyasi özgürlükni ilan kıldı. İnqilabi nime komitet, inqilabi nime bir nime dep ilan kıldı. İlan kılgan vaqtda, şu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti George H.W. bir sözde hata kılıp koydu, bir cümle sözde. Tas-tamas kaldı Rossiyada ishki urush portlab ketgili. Tas-tamasla. Şu vaqtida Amerika Qo'shma Shtatlarının Moskva turishliq bosh elchisi Matlak derhal Aqsaroyga telefon berib, "Ma so'zni o'zgarting, prezident janoblar, derhal o'zgarting ma so'zingizni" dedi. Degandek, prezident George H.W. sözünü derhal o'zgartib, shu kechasi yana axborotga tarqatib o'tdi. Dediki, Gorbachev Rossiya Sovet Sotsialistik Respublikalar devletinin prezidenti yoki rahbari, qonunliq, siyosiy qonunliq saylandan o'tgan Sovet xalqi, Sovetlar hükümeti hem Sovet erbapları, siyasi erbapları, Sovet grajdanları halkı kızgın süydü ve kollaydı. Moşundak bir cümle sözde kıldı. Vatandaş bildiniz mi? Şu vakitte Gorbachev Kırım'da nezarband aslında. Şendiniz mi? Derhal Yelitsin oturgu çıktı fırsattan. Toloq paydalanıp Moskva qaydab kirgen tankla, Kremlni qo'rshav qoldigan tankla yolda to'xtab qoldi. Bütün Rossiya xalqi, Moskva xalqi qo'zg'alib ketdi. Yelitsin so'zladi, Gorbachevni qutuldirib qoldi. Siyosiy o'zgarish qilgan Yanayov, Chapayov, Sapayevlarning hammasini qo'lga oldi. Siyosat mana shunday qiladi vatandosh. Buni deganimiz, endi hozir nima deymiz? Bu yerda uchur aloqa, jiddiy vaziyatga taqobil turish funksiyasi. Biz shu funksiyalarni qurib, demakchi, oxirini men tushirib beray, mushu bosh elchi Matlakning so'zi bilan Rossiyaning ichki urush kirib ketishini Amerika saqlab qoldi. Rossiyadagi o'zgarishni tinch yo'l bilan davomlashtirish va tinch yo'l bilan oxirlashtirishga fursatni Amerika Qo'shma Shtatlari yaratib berdi. Vatandoshim, şu vaqtdagi jarayon 91-yil Rossiyadagi o'zgarish mana shunday bosh elchi Matlak Aqsaroy bilan jiddiy munosabatni saqlab turib, har bir o'zgarishni vaqti-vaqtida Aqsaroyga yetkazib, Aqsaroydan rahbarlikning fikrini elib, rahbarlikning so'zini qabul qilib, ya'ni shundaqla Aqsaroyga rahbarlikka o'zining ko'z qarashi, o'zining talab va iltimosini yetkazib, Rossiyada ichki urush portlashning oldini oldi. Tanklar Moskvaga kirdi. Kreml saroyini qorishib oldi. Nim bo'lib ketar edi, do'stim? Tasavvur qilib boqing, nima ish yuz berar edi, do'stim? Amerika ana shuni saqlab qoldi. Hozir Kurt Campbell mana nima debdi? Xuddi sovuq munosabatlar urushi davridagidek biz aloqamizni saqlab qolaylik. Uchur aloqamizni saqlab qolaylik. Munosabat yo'llarini saqlab qolaylik. Ben bu sözlerini vatandaşlarımla sözlep otaman. Reis Xi Jinping efendi, siz yakında O'rta Osiyoga, Shanxay hamkorlik tashkilotiga, Saudiya Arabistonini boshlab kirdingiz. Balki Saudiya Arabistonning nihoyat zo'r mablag' solishini, Sharqi Shimoldagi Dalyama qayadagi nefit ayirish zavodiga intayi zo'r mablag' solishini qo'lga keltirdingiz. Bu bir taraf. Lekin siz oldiryapsiz. İhtimal siz O'rta Osiyoning Uyg'uriston o'lkasida yuz beradigan o'zgarishni, balki o'zingiz yo'lga qo'yadigan va ochadigan o'zgarishni, bu o'zgarishning O'rta Osiyoga qanday ta'sir ko'rsatadiganligini va Jungoning atrofidagi davlatlarga qanday ta'sir ko'rsatadiganligini ta'minlayotganingiz, o'ylayotgan vaqtingiz bo'lishi mumkin, Reis Xi Jinping. Lekin siz shuni ham xiyol qilmangki, Reis Xi Jinping bu da O'rta Osiyodagi ishlarni ve yakı Uyg'uristonda yuz berish ehtimoli bo'lgan o'zgarishlarni, o'zingiz qo'l silib elib boradigan o'zgarishlarni mushu fursatda agar alohida bir harakat, alohida bir ish, alohida bir voqea va krizis yuz bersa,
Belki Saudi Arabistan Cungo'ga yardımlaşıp bunun aldını alalaydı dep oylayotgan buluşunuz mümkün. Ben sizge şunu aytip qo'yay ki, Reis Xi Jinping özünüzge bala tapsiz. Agar şu xiyalni qilib qolgan bo'lsangiz, özünüzge bala tapsiz. 19-yılı 9-cı ay 2019 ayının 25-ci günü ma'lum bir kishi New York'ta şundaq dedi. Hazır Uyg'uristanga chiqqan Xitoy ko'chmanlarining soni 40 milyonda 50 milyongacha dedi. Mayli o bir yalğancı adam edi. O yalğancı adamning gapi rost bo'lsin, yalğan bo'lsin, ishqilib Xitoyning siyosiy ko'chmanlari Uyg'uristonda turibdi. Ularning bexatarligi, ularning amonligi o'zgarish jarayonida albatta shu qatorda Uyg'uristonning, Uyg'ur xalqining tinchligi, xotirjamligi, mushularning hammasi qo'shganda bu masalalarni tinch yo'l bilan hal qilish, Tibet meselesi, Uygur meselesini tinch yo'l bilan hal qilish bu xalqaro jamiyatning tashabbusi ve yol ko'rsatishi. Şuna siz bugungi kunda bunday ishlarda ihtimal 5 kun tushganda Saudiya Arabistonini ishiltiman desangiz, bu butunlay xato qilasiz. Reis Xi Jinping shu narsani anglab qo'yingki, men sizga shuni aytib berayki, bugungi Uyg'urning avlodi Uyg'urning bugungi avlodi, bugungi Uyg'urning avlodi emas, Uyg'urning bugungi avlodi, o boshqa avlod. Reis Xi Jinping hech nima bo'lmaganda avval o'zingizning bu millatga singdirgan ajringizni esingizdan chiqarmang. Ya'ni Cungo Kompartiyasi 1950-yillardan boshlab yangi zamon ma'rifi boshlang'ich ma'rifi keyingi oliy ma'rif deganlarda garchi siyosat o'gatsingizmi, Uyg'ur ziyolilari Uyg'urlarning uyg'onish darajasiga qanday ta'sir qilganligini bu ma'rifning mayli salbiy jihatda, mayli ijobiy jihatda siz ya faraz qila olasiz, faraz qila olmaysiz. Reis Xi Jinping shunga Saudiya Arabistonni O'rta Osiyoga ekilib, yani Saudiya Arabiston orqali 5 kun tushganda masalalarni bir taraf qilaman demang. O'rta Osiyo uyg'ondi. Eng kimida 91-yil 20-asrning 91-yilidan boshlab uyg'ondi. O'rta Osiyoda demokratik shaxsiyatchilik uyg'ondi. Reis Xi Jinping O'rta Osiyoda kimlik ve özlükni tonish uyg'ondi. Reis Xi Jinping Qozaqni tonidi, Uyg'ur O'zbekni tonidi, Qirg'izni tonidi. O'zining millat ekanligini, o'zligini ve kimligini tonidi. Albatta shu qatorda Uyg'urlar ulardan burun tonidi. Chunki Sakharov Rossiyada o'tirg'i chiqqanda, Wałęsa Polshada o'tirg'i chiqqanda, dal shu 80-yillarda 20-asrning Uyg'urlar-ku Abdurahim O'tkir rahmatlikni o'tirg'i chiqadi. Turg'un Almasni o'tirg'i chiqadi. Keyin 90-yillar yetib kelganda ana yurt trilogiyasini o'tirg'i chiqadi. Zorda sabrni o'tirg'i chiqadi. Oxirgi hisobda Sidiqoji Ro'zillar Rabiya Qodirni o'tirg'i chiqadi berib, Amerikaga da'vo qilinglar dedi. Uyg'ur xalqi shuni dedi. Uyg'ur xalqi hech nimadan kam qolgani yo'q. Wałęsa Polsha, Sakharov Rossiya. Mushu davrda Uyg'urlar yuqorqi kishilarni o'tirg'i chiqardi. Lekin O'rta Osiyoning o bo'lagida yoki Qozog'istonda, yoki Qirg'izistonda, yoki O'zbekistonda bunday uyg'onishning didorimi, uchqunimi, shamilimi yo'q edi. Shunga Reis Xi Jinping shuni bilib qo'yingki, bugungi Uyg'urlardagi demokratik shaxsiyatchilikning uyg'onishi allaqachon vududiga yetib keldi. Chet ellarda bular gap qilinmayapti. Uning to'sqinlik qilayotgan birdan-bir muhim masala, intayin og'ir masala bularning ota-onasining hammasi nazarbandda. Jazo lagerida. Şuna chet elde Uyg'urlar ko'p gap qilolmayapti, echilolmayapti. Abduxoliq Uyg'urning she'ridagi ochilni ishga oshira olmayapti, lekin Uyg'urlar uyg'ondi. Reis Xi Jinping Uyg'urlar uyg'ondi. Türkni ko'rsa yellisi uyg'onaydigan, Arabni ko'rsa
Səllisi yuğunaydıgan, Oruslu köse meydisi yuğunaydıgan, Xitaylı köse söngüçü yuğunaydıgan. Lekin Uygur tilida sözdeydigan adamlar tügedi. Kalgandı mı? Nahayeti az kaldı. Uygur oygandı. Uygur kimlikni tanıdı. Uygur özlükni tanıdı. Uygur vatanını tanıdı. Uygur tilini tanıdı. Uygur ornunu dest toptu. Neme eles, neme pelesle bu yolunu tosip kalanmaydı. Reis Xi Jinping şunu söz, bugün oygangan demokratik şahsiyetçilik, yani Uygur milletçiliği boyunca Uygur'a muamele kılısız. Herkes Erbistan'ı Orta Asya'ya başlap gelip, ümmetçilik bilen muamele kılmaysız. Uygur'un hazırlıkı oygunuş devri 1924-1925 yıllardaki, hatta 1920 yıllardaki yaş Türkiye'ni ornuğa destetken Mustafa Kemal'ın devirdeki izimga ve siyasetke okşaydıgan bir oygunuşlar. Şuna Reis Xi Jinping Suudi Arabistan'ın Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'na gelip, yakın kelgisi Uyguristan'da ve yakınmış etrafta bulunduğun özgürlüklerden saklanış, baş ağrığıdan kurtuluş için fakat Suudi Arabistan'a tayinimen degen gep bu akmaydı. Kaydı şu ki Reis Xi Jinping Kurt Campbell hazır etti, ponksiye kuruş, takabıl turuş, ponksiyesi kuruş. Şu alaka yollarını saklap kılış. Kurt Campbell etti ki siz yanıla Amerika Koşmuş Ştatları'na tayinisiz. Yanıla Amerika Koşmuş Ştatları'nı ustaz tutsuz. Yanıla Amerika Koşmuş Ştatları'nın gepini anlaysız ki şu vakta Rusya işki vuruştun saklanıp kalgan Rusya bugün kandak Rusya bulup kurulgan bolsa Ukrayna'ya tacavuz kılışını katlap koyup duraylı. Kandak Rusya bolgan bolsa siz hem şundak yoluna tallap alısınız. Reis Xi Jinping bu yol Kurt Campbell aytkandak alaqını Amerika bilen Jungo saklap duruş. Jungo bilen Amerika krizisdagi taqabil turuş, ponksisi kuruş. Mana bu yol sizge hem yollık içbege yol hem taqdir içberge yoldur. Reis Xi Jinping.